Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega bir-birimizga yordam berishimiz kerak? Chunki yordam berish mehr va do'stlikni oshiradi. Nega maktabga vaqtida borish muhim? Chunki vaqtni qadrlash odatini o'rgatadi. Qani, kim aytadi? Nega ota-onaning aytganini bajarishimiz kerak? Chunki ular bizni yaxshi ko'radi va biz uchun eng yaxshisini xohlaydi. Nega gul va daraxt ekish yaxshi ish? Chunki ular tabiatni chiroyli qiladi va havoni tozalaydi. Qani bolajonlar, nega kitob o'qish kerak? Chunki kitob bilim va tasavvurni kengaytiradi. Nega o'yinchoqlarni bo'lishish yaxshi odat? Chunki bu mehr va do'stlikni oshiradi. Qani, kim aytadi? Nega jamoat joyida baland ovozda gapirmaslik kerak? Chunki bu odob va hurmat belgisi. Nega qariyalarni hurmat qilish kerak? Chunki ular hayot tajribasiga boy insonlar. Qani, bolajonlar, nega suvni tejash kerak? Chunki suv hayot manbai. Nega yolg'on gapirmaslik muhim? Chunki yolg'on ishonchni buzadi. Qani, kim aytadi? Nega sport bilan shug'ullanishimiz kerak? Chunki sport bizni sog'lom va baquvvat qiladi. Nega darsni o'z vaqtida qilish foydali? Chunki bu tartib va intizom beradi. Qani bolajonlar, nega tozalikka rioya qilishimiz kerak? Chunki tozalik sog'ligimizni asraydi. Nega boshqalarning gapini bo'lmaslik kerak? Chunki bu hurmat va diqqat belgisi. Qani, kim aytadi? Nega ovqatdan oldin duo qilishimiz kerak? Chunki bu shukr qilish belgisi. Nega yomon so'z ishlatmaslik kerak? Chunki bu odamlarni ko'nglini og'ritadi. Qani bolajonlar, nega yordam so'rashdan uyalmaymiz? Chunki yordam so'rash bilim olishga yordam beradi. Nega maktabdagi narsalarni ehtiyot qilish kerak? Chunki ular umumiy mulkdir. Qani, kim aytadi? Nega shirin so'zlash yaxshi odat? Chunki bu odamlarni quvontiradi. Nega kattalarni salomlashib kutib olish kerak? Chunki salomlashish odob va hurmat belgisi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.